Ben gittim ishga. Yaxshi borib keling. O'zingizni asrang men uchun. Menga keraksiz-ku. Deyim, anam kimgadir kerak ekanmanki, bu dunyoda odam soniga yuribman deb o'ylagandim. Uylanish buncha mazza. Nima qilyapsiz? Ovqat. Kelishingizga nima qiling? Osh, manta, chuchvara xonim. Bu men xotinimmi yo milliy taomlarga adashib tushdimmi? Ha, kuyov bola. Buni bog'laganing 2 soat bo'ldi-ku, qo'l etmayapti. Lovi qilasan chiqib olay. Uni oching, qon o'tmaydi uni. Alo. Agar siz sevish ayb bo'lsa, men aybdorman. Agar sevgi jinoyat bo'lsa, meni qamanglar. Jinnivoysiz. Siz aqlvoysiz. Katta emasmi bu? Mustahkam bo'ladi-da bu. Vaqt buni ko'taraman deb yelkam sinmasa bo'ldi-da. Zerikib qolmadingizmi? Yo'q. Voy, buzilib qolmadimmi? Yo'q, men telefonim suv o'tkazmaydi. Sattorov, tonometrni olib keling menga tezda. Hozir. Siz meni osmondagi quyoshimsiz. Uylanib tomi ketdi buni. Ey sevgilim, ishqing bilan. Hey doktor, analizlarim chiqibdi, bir qarab borasizmi? Men xotinimdan boshqasiga qaramayman. Siz meni borlig'im, beg'uborimsiz. Telefoningiz endi aniq buzildi. Yo'q, men ataylab tashlab yuborsa ham sinmaydigan smartfon olganman. Aka, Grijan davolaydigan doktor abidga chiqib ketib qolibdi, bitta qarab berasizmi? Men tushunmayman uni. Bitta yordam bering. Siz qo'ying. Birinchi siz. Yo'q, siz. Siz qo'ying. Bo'ldi, bu 8 soatdan beri siz qo'ying. Uzmini tugagani qachon edi buni? Kim sizga baqiryapti? Sevgimizni ko'ra olmaydiganlar. 8 soatdan beri telefon gapirishadi, telefon zaryad ham tugamaydi O buni. batareykasi o'zimga o'xshagan baqvatda buni Honor X9D. Bu uylanib devona bo'ldi, opusga berish kerak bunga. Ishingiz tugaydigan vaqt bo'ldi. Qachon kelasiz? Keldim. Qachon kelar ekan bu? Olaman